Shamollaganda antibiotiksiz davolanish mumkinmi? Ha, mumkin. Faqat unaqa holatda kuzatiladi 3-5 kun antibiotik bermasdan, agar yaxshi bo'lmasa, keyin shifokor antibiotik terapiyani boshlaydi. Bunaqa bemorlar surunkali kasali bo'lishi kerak emas, yondosh kasali bo'lishi kerak emas, immuniteti mustahkam bo'lishi kerak, to'g'ri hayot tarzini kechirgan bo'lishi kerak. Vaqtida uxlashi kerak, vaqtida ovqatni yegan insonlarda o'shaning uchun antibiotikka muhtojlik bo'lmaydi. Shamollaganda ham organizm o'zi immun tizimi o'sha bakteriyalarni o'zi o'ldirib, organizm tuzalishiga tabiiy yo'l bilan yordam beradi. Shuning uchun menga kelgan patsientlarda men ko'pincha o'shaning uchun yondosh kasalini, surunkali kasalini inkor qilib yaxshilab davolab beraman. Keyinchalik o'ziga bitta uzoq ikkita dori bilan tuzalib yurishadi. Qolgan bemorlarga ham tavsiya beraman. Yaxshilab yondosh kasalliklar, surunkali kasalliklarni, chala tuzaluvchi kasalliklarni davolaylar. Keyin kasal bo'lganlarda o'sha bitta dori bilan uzoq tuzalasizda, dorisiz tuzalib ketsanglar ham bo'ladi. Bu o'zingiz yoki farzandingiz bo'lsa ham. Sog' bo'linglar, hech kim kasal bo'lmasin.